Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun Shohruh aka bilan Eldosh L200 SS modelini ko'rib chiqamiz. Sizlar nomingizdan men barcha savollarni beraman. Shohruh aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xo'p, birinchi savolimiz necha kilo og'irlikda yuk ko'tara oladi? Assalomu alaykum Otabek aka. Ushbu mototsiklimiz Eldosh brendi ostida ishlab chiqarilayotgan yangi 2025-yildagi dizaynimiz. Ushbu mototsiklimiz 1 tonnagacha yukni ko'tarishga mo'ljallangan. Kuzov qismi 220 ga 135 lik bo'lgan. 200 lik radiatorlik, ya'niki radiator nima sababdanki, masalan, issiq havoda mototsiklimiz masalan sovutish tizimini tezlashtirish maqsadida radiatorli deyishadi. Va old qismi dizayni ko'rib turishingiz mumkin, LED farali va qo'shimcha 2 ta oldi qismi yangicha dizaynda ishlab chiqarilgan, ya'niki lupali LED chiroqlar o'rnatilgan va qo'shimcha unga 2 ta bokovoy o'rnatilgan. Bu esa kechqurunga haydovchilarimiz bemalol shu kunduz kuniga yurgandek yurish uchun mo'ljallangan. Ushbu mototsiklimizning yana bir muhim tomoni teleskopik vilka, ya'ni ko'rib turishingiz mumkin 50 lik qavurg'alik teleskopik vilka bilan jihozlangan. Bu esa 1,5 tonnagacha bo'lgan yukni bemalol olib yurishga mo'ljallangan. Yordamlashadi. Hech nima bo'lmaydi. Yo'q, bemalol zavod tomonidan endi garantiya 1 tonagacha deyishadi, lekin oddiy xalqimiz bilasiz, 1 tonna bo'lganligi bilan 2 tonna ham o'rishadi, 3 tonna ham o'rishadi. Bitta savol mana shu yerda. Bu 1,5 tonna ko'taradi. 1,5 tonnagacha yuk ko'taradi. 3 tonna, 4 tonna ko'tarsa-chi? Yo'q. Masalan, bunday bo'lishi mumkin-da. Oddiy kolyaskaga 3 tonnani ham yuklasangiz ko'taradi, lekin yurishi bor aka, xizmat qilishi bor. Bitta mototsikl masalan o'rtacha 10 yilgacha xizmat qilib berishi mumkin. Masalan, ushbu mototsikl 10 yilgacha xizmat qilib berish xususiyatiga ega. Agar biz ushbu mototsiklni masalan ko'p yuk ortsak, mototsiklning umri qisqaradi. Motorga unaqa nagruska bo'ladi, motorga nagruska bo'lgandan keyin zadniy mostga, amortizatorlarga, old vilkalarga. O'shaning uchun ham o'sha zavod tomonidan belgilangan normani ortib yursa agar mototsikl sizga 10 yilgacha xizmat qilib beradi. Yana bitta savol shu yerda. Xo'p, deylik biz 1,5 tonna, 1 tonna ko'taryapmiz. Endi bu texnika. O'zim Nito haydashim sabab birorta yamaga kirib qoldi. Bir joyi buzildi. Shuni ham mana shunaqa amortizator bo'ladimi, zadniy mostimi, mana shunaqa texnikalarni, zapchastlarni olsa iloji bormi, remontning iloji bormi, qanday bo'ladi? Qarang Otabek aka, bizlarda birinchi o'rinda zavod tomonidan kafolat beriladi. Ya'niki har bir mototsiklda 3 oy yoki 2000 kilometrgacha bo'lgan kafolat beriladi. Bu esa mototsiklda xarid qilib olingandan keyin masalan defekt chiqishi mumkin yoki boshqa qilishi mumkin. O'sha zavod tomonidan bepul almashtirib beriladi. Remont qilib beriladi yoki yangisiga almashtirib beriladi. Bu birinchi. Ikkinchidan, mototsiklda masalan mijozimiz tomonidan yoki bir noxush holatlar bo'yicha masalan mototsiklga biron bir masalan zarar yetkazilgan bo'lsa, ushbu mototsiklning zapchastlari hozirgi kunda bemalol zavoddan yoki boshqa bir viloyatlardan bo'lsa, viloyatlarga masalan o'zimiz zavod tomonidan yetkazib ham beramiz. Xullas muammosi yo'q. Muammosi yo'q. Nima deganda mototsikl O'zbekistonda 2005-yildan beri sotilib kelmoqda va hozirgi kunda respublika bo'yicha zapchastlari mototsiklda umuman muammo emas aka. Ana shunaqa gaplar. Xo'p. Endi salon qismiga o'tadigan bo'lsak, salon qismini ko'ryapman. Yangicha dizayn desa bo'ladi. Albatta, mototsiklimizni endi oldi qismdan keyingi qismiga o'tamiz. Ushbu mototsiklimizni ko'rib turishingiz mumkin. Bu yangi 2025-yildagi varianti dedik. Nima deganda mototsikllar yildan yilga rivojlanib boryapti. Masalan, bir 2010-yilda, 2005-yilda ishlab chiqarilgan mototsiklarimizni ko'rsangiz agar, ularda eng qiziq joyi 3 ta baloni bilan bitta kuzovi va dvigateli. Hozirgi kunda endi iste'molchilarimizning ham xohishi, istagi kundan kunga rivojlanib boryapti. O'shaning uchun ham masalan mototsiklarni ko'rib turishingiz mumkin. MP3 masalan playerlar. Mototsikl haydab bemalol ashula eshitib borishingiz mumkin. Yoki mototsiklni masalan old tablolarini ko'rsangiz agar elektronli tablolar bilan jihozlangan. Bu esa kechqurunga bir mototsiklda bir ko'rkiga yana bir ko'rk qo'shadi. Davom ettiramiz. Masalan, mototsiklimizda masalan yon yashik deymiz. Bu masalan mototsikllar qo'shimcha narsalar bo'ladi. Damkrat, kluch va mototsiklga xizmat ko'rsatishga mo'ljallangan asob uskunalarni bemalol shunga ham solib bemalol yursa bo'ladi. Xo'p, Shohruh aka, bu tarafini ko'ryapman. Bu yerda juda ham ko'p narsalar. Bitta shu haqida bitta qisqacha ma'lumot bering. Otabek aka qarang. Mototsikl masalan oldi bir motor qismi bo'lsa agar, bu yerda уже kardan kelyapti. Zadniy most. Zadniy most, masalan, kardan zadniy most aylantirgandan keyin o'sha orqa ballonlar o'sha harakatga keladi. Mototsiklimiz orqa tortuvchi. Ko'p odamlar so'raydi, mototsikl old tortuvchi orqa. Luboy O'zbekistondagi mototsikllar hammasi orqa tortuvchi. Nima deganda kardan zadniy mostni harakatga keltiradi. Mototsiklimizga yana qo'shimcha resorlar, bu asosiy yukni ko'taruvchi vosita hisoblanadi.
va mototsiklni yuksiz holatda bir yengil yurish uchun prujinalar qo'yilgan va unga qo'shimcha amortizatorlar qo'yilgan. Bu narsalar ko'plab mototsikllarda yo'q. Bizlar prosta masalan mototsikl endi bo'lishi mumkin yuk bilan yuradi va yuksiz holatda yurishi. O'sha yuksiz holatda bir yengil yurish uchun masalan o'sha qo'shimcha jihozlarni ham qo'yib berganmiz. Endi men buni nimaga so'ragandim? Haqiqatan ham baquvvatligini obunachilarga ko'rsatish. Xo'p, balon masalasida aytmoqchi edim. Endi bu mototsikl xizmat qiladigan mototsiklda. Har xil joylarga kiradi. Balonni almashtirish qaysi birorta mashinaniki to'g'ri keladimi, qanday ish? Balon masalasida balonimiz 5 ga 12 lik balon, ko'rib turibsiz, yo'l tanlamas, simli balon. Bu degani любой yuk bilan любой joyga yurishingiz mumkin. Almashtirish masalasiga kelsak, agar mototsiklimizning komplektatsiyasiga bitta dona zapaska balon ham qo'shib beriladi mijozlarimiz uchun. Agar zapaska balon bo'lmasa, agar oddiy Damas baloni ham to'g'ri keladi. Damas balon. Demak, bu taraflama sarson bo'lmaydi. Yo'q. Balon muammosi hozir umuman yo'q hech qayerda. Nima deganda har bir modelga balonlar уже qo'shib berilyapti va ko'rib turibsizki, o'sha pakrushka deymiz, pakrushkamiz ham ancha baquvvat. Xo'p, mototsiklga qo'shib yana nima qo'shimcha narsalar berasizlar? Korxonamiz tomonidan Otabek aka ko'rib turishingiz mumkin. Bu oyda bizlar aytdik, masalan, zapas balon qo'shib beramiz dedik va ushbu zapas balonni ko'tarish uchun domkrat qo'shib beriladi. Haydovchilarimiz hozir ko'p jalbalar qilgan, yomg'irda mototsikl haydab bo'lmaydi deb. Endi haydab yurish mumkin va deganda mototsiklga qo'shib yomg'ir uchun plash qo'shib berilyapti. Qishda ko'p haydovchilarimiz qo'llari muzlab qolmasligi uchun masalan Eldosh korxonasi tomonidan Eldosh logotipi tushirilgan qo'lqoplar qo'shib beriladi. Ko'rib turishingiz mumkin. Ushbu qo'lqoplar qishda juda ham bir kerakli narsa hisoblanadi. Va eng muhimi mototsiklga shlem qo'shib beriladi. Hozirda masalan xuddi mashina haydayotganda kamar so'raydi-ku, mototsiklga esa shlem so'raydi. O'shaning uchun ham shu Eldosh brend tushirilgan baquvvat shlemlardan qo'shib beriladi. Bu o'sha mototsikl narxida qo'shimcha to'lov. Albatta, bu shu korxonamiz tomonidan qo'shimcha bir sovg'a sifatida qo'shib beriladi. Va yana hozirgi bugungi kundan boshlab masalan Eldosh brend tushirilgan futbolkalar ham qo'shib berilyapti. Va deganda o'sha yoz haydovchilarimiz bemalol haydab yurishi uchun. Asosiy savol nechi pul? Nechi pul? Mototsiklimiz shunday bir bizlarda narx sistemasi qo'yilganki, xohlasangiz Andijondan, xohlasangiz Qoraqalpoqdan va butun respublikadan zavoddan bir xil narx qo'yilgan bizlarda. Mototsiklimizning narxi 26 million so'm, 12% NDS ichida. Ushbu narxda siz Eldosh L200 radiatorlik mototsiklni xarid qilib olishingiz mumkin, Otabek aka. Keyin asosiy savol. Benzinda yuradi. Bitta zapravka polni bak bilan necha kilometr yuradi? Mototsiklimiz bak hajmi 18 litr benzin ketadi. Mototsiklimizga 92 markali benzin solinadi va 5 litr benzin xarajati bilan 100 km masofani bemalol bosib o'tishi mumkin. 5 litr bilan 100 km. Albatta. Bu degani 50 ming so'm bilan 100 km masofani 1,5 tonna yukni bemalol olib borib yetishingiz mumkin. Hozirgi kunda ko'plab mijozlarimiz, ko'plab bunaqalarimiz bilan muloqot etamiz. Masalan, shu mototsikllar bilan bemalol shu oilasini bemalol ta'minlab beryapti. Dastlabki xizmatlari bilan yoki mana shu xos tovarlar bilan gaplashgan holda mototsikl bilan bemalol shu 1,5 tonnalik yuklarni olib borib berishyapti. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, ushbu mototsiklimizni siz O'zbekistondagi xohlagan viloyatingizdan xarid qilib olishingiz mumkin, ya'niki zavod narxida. Hamma joyda mototsiklimizning narxi bir xil. Bizlar yashirmaymiz, qo'rqmaymiz narxlarimizni aytishdan yoki bizlarning narxlarimiz 10 xilda emas, bir xilda aytiladi, 26 million so'm. Agar qo'shimcha savollar bo'lsa, qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'lsa, agar o'sha ilovada ko'rsatilgan raqamlarga telefon qilsangiz, agar bizlarning savdo menejerlarimiz sizlarga javob berishdan mamnun bo'lishadi. Bizni kuzatishda davom ettiring va qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'ling.